Salam hormatly doganlar, kardeşler. Täze videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biz Azerbaycan, Tatar ve Özbek dillerinden geçtireriz. Yani biri Oğuz, biri Kıpçak, biri Karluk dillerinden. Göreli hani birbirini düşünüp bilerlermi? Näçerek düşünürler? Göreli bilelikde. Hani başlayas. Indi hoş geldiniz hemmäňiz. Hoş gördük. Indi Hoş bulduk. özüňizi gysgarak tanıştırın bir-birden. Bulat. Buyurun Bulat. Bulat başla. Salam, men Bulat Şaymi. Tatar YouTuberi, muzikantman, hem til bilgisi. Hem men Tatarstan Respublikasından bolan, hazırki momentda Almaniyada okuyum. Hoş geldiniz. Rahmat. Bulat'ı önkü videolarda gördünüz, tanıyanız. Yine çağırdık, bize koşuldu, sağ olsun. Furkatcan'ım önkü bir videoda vardı. Furkatcan özün tanıştır yine de. Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekistondan hammaga salom. Mening ismim Furqatjon. Hozirda o'qiyman, student. Shu turkologiyaga qiziqishim bor. Hoş geldin. Shu vaqt bo'ling. Ben de özümü tanıştırdım. Mehdi tanıştır senem. Birinci seferdi ki sizinle bir yerde videoya koşuldum. Adım Mehdi'dir. Azerbaycan'danım. Azerbaycan'ın Gəncə şəhərinin. Hoş geldin. Hoş gördük ya. Şimdi başladı. Bu oyunumuz önkü oyunları yağlı. Ne kadar anlaşabiliyoruz serisi vardı. Onun gibi. Men bu video koşulacak değil. Bu videonu ben moderatör şeklinde alıp baracak. Videoda Bulat, Furkatcan ve Mehdi öz birbirine sonra veriyorlar. Her kim öz dilinde, öz Türk dilinde. Bulat, Tamam. Bulat sen başla. Boshlang. Demek, birinchi söz. Bu janvar anagadetde haylakar deb ataylar. Hilekar, tamam. Haylakar janvar. Ayy. Agar so'rovlaringiz bo'lsa, siz menga bering, sizga javob berarman. Ham Bo'ldi, topdik. So'zni yozdirmiz qog'ozga. Bo'ldi, topdik. Topdingizmi? Mehdi, Aha, Mehdi kağıt kalıp var mı? Var. Hozir men yozib olay. Anonjini qizg'ilt sora tusda. O'zim bilan Anladingiz? Çok kolay. o'rmonda yashaydi. Bo'rini ukasi. Ayy, o'rmonda yashay. Bo'rini ukasi. Kassa narsa ekanini bilmayman, ammo Üçüncü inisi. Kardeş. Bir sualım var. hozir menda yozayım. Yozdingiz? Yozdik, tayyor. Ko'rsatamiz. 1, 2, 3. Aha. Tulki. Bizda tulki, o'zbekcha tulki, Ozarbayjoncha tulku. Aha. Tulki bizda ham. Türkmençe tilki. İyi. Yaxshi. Mening tekst durust ko'rinadimi? Kirisincha to'g'rimi? Sizga Yo, yaxshi. Ha, yaxshi. Şimdi Furkatcan sen sonra. Xo'p. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, odamni tana a'zosi bir qismi, insonni bir qismi, ya'niki yuqori qismida joylashgan, ya'ni uyalganda o'sha yeri qizaradi. Inson biror narsadan uyalsa yoki kulsa, xursandchilikdan shod bo'lsa, quvonsa, o'sha yeri qizaradi. Ko'pincha inson uyatdan qizg'anadi. Uyat. Anlaşıldı. Bu demek inson tana a'zosi. tana a'zosi. Ayy. Mehdi Yaşa. düşündün mü? Savollaringiz bo'lsa ayting. Men anladım deb o'ylayman. Var. So'rovingiz bo'lsa bering. Bizda u Mahdi, savolingiz bormi? Var bir fikrim var. So'rang. Yo yazdım. Cevabını tapdım.
Sorağın var mı diye. Ha, Sorağım yok, so'rovingiz cevabım. bormi? Sorak yok. Bo'lmasa 1, 2, 3. Yong'oq. Bizda da yong'oq so'zi bor, ammo bizda Yong'oq. bit so'zi. Ha, Bu bit qilganlar bizda. Yuz mana face, yuzni mana u qismi. Yanoq. yuz or face, ammo cheek bizda bit bo'ladi. Evet yani. Ammo bizda yong'oq so'zi bor. Yong'oq so'zini siyrak qo'llaniladi deb aytayim. Bizda yashroq bit qo'llaniladi. Furqatjon, Bitti. Furqatjon, O'zbekçede var. sen yuzi qizaradi deganingda ko'p inson shunaqa deb yuzda bo'ladi. Men yuzda bo'ladim. Yong'oq menga nimaga yodimga tushmadi. Abi yüz kızaradı Ha. dese yüzü, özü Yüz- dedi işte yüz dedi. O'zi aytdim-ku, u yuzni hamma joyi qizarmaydi-ku. Mana bu yerlari qizarmaydi. To'g'ri. Shu yerni o'zigina qizaradi. To'g'ri. Yana yaxshi. Mahdi to'g'ri topdi. Mehdi qardaş, soruş. Aha. Bu söz Türkmen dilinde de işledilir. Hayvanların, atların durduğu, borgandığı, saklandığı yerdir. O yerin adıdır. Otak kimi bir yer. Hayvonlarni saqlay turgan o'rin. Hayvonlar tura turgan o'rin. Hayvanlar, mal hayvanlar, atlar. Mal tuta turgan o'rin. Yer. Shundaymi? Mal turgan o'rin. Malın durduğu. Faqat ot yashaydi. Faqat otlar saqlanadi yashaydi. o'sha yerda. At ya Boshqa sığır da chorva yaşıyor. mollari yo'q. Sığır da yaşıyor. Sığır var. Shuni Ya atlar. yaratib yozamizmi? Sigir ham bormi? Avulda endi u Oo. odatda. Avulda bo'ladi, shundaymi? Avulda turgan, avulda. Avulda yaşayan insanların. Evin yanında, evin yanında. Yaxshi. Bilmayman, bu bizda Boshqa boshqa yozib turli deb o'ylayman. olay, Sizda boshqa Hozir turli. menda ko'p versiyasi bor hozir. O'zbekchani versiyasi ko'p. Yozib olay. Hı. To'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Men yozdim. Bir variant qilib yozdim. Anladınız mı? Anladim, men yozdim. Ko'rsataymi? Tamam. Hozir Ko'rsat. to'xtanglar, during. Necha so'z yozasan sen endi, Furqatjon? 4ta so'z yozyapman. 4. 4 söz. Astagfirullah. Furqatjon adabiy so'zliklarga hamma narsani yozish shekil. Yo, qolib ketdi. Xullas, bo'ldi, tamam, tugadi. Qani 1 2. Ko'rasizmi? Yılkı. Abzarmi tatarchasi nima? Abzar. Ya. Abzar. Abzar Tatarçası. Sizda nima ozarbayjonchasi? Molxona. Azerbaycancasını töyle. Bizda faqat ot saqlanadigan, tepasi bekiq, tepasi yopiq joy bo'lsa, yer bo'lsa, otxona. Hamma chorva, barcha turdagi chorva mollar saqlanadigan joy bo'lsa, molxona, uni ham usti yopiq. Agar og'il yoki og'ilxona deb ham aytadilar. Bu da to'g'ri, lekin agar tepasi ochiq, faqat otlar saqlanadigan joy bo'lsa, yilqi. Yılkı. Yilqi bizda bor bo'lg'ay. Qarayman, bu so'z bor. Yilqi. Otlar ko'p bo'ladi. Tatarçası sıyır abzar mı? At abzar mı? Bizda bu ot iti, ya'ni yilqi iti deb chirashadilar. Uni ot degandan ota. Ne ter? Bulat, abzar dediği abzar ne demek? Bütün hayvanlar Abzar- yaşadığı yer mi? Hayvonlar tura turgan bino deb aytdik. No. U bizda Yopiq og'il. bino. Hamma turdagi hayvon bo'lsa og'il. Sen İşte Mehdi sen görset. bizdeki töyle. Ama okunuşta töyle, uzun öyle. Tövle. Öyle. Bu V okunmuyor. Okunmuyor. Öyle. 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 Ben Türkmence'de var mı abi? Ben eşitmedim. Öyle değil mi Türkmence? Yo bizde mal yatak, malxana, atxana, şu Özbekçedeki adı ağıl. Yani bu töyle sözü hiçbir Türk dilinde işletilmez. Bizda bor, bizda chovla degan so'z bor, uni anglami boshqa. Bir tek bizde gördüm. Yılkı sözü var. Yılkı Türkmençe at sürüsü.
At sürüsü bizde ilxi. Evet. Çovla degan so'z bor bizda. Çovla. Mana. Aa, O en tagidagisi. Mana. Çovla. Çövle. Nasıl bir söz aya? Manası Yo, Manası ma'nosi ne? boshqa. Ya'niki unaqa usti yopiq emas. Nima desam ekan, eskida ishlatishardi, hozir ko'plar ishlatmay qo'ygan. Nima desam ekan, bu g'o'zapoya bor-ku, misol g'o'zapoya. Misol shoxlari bor, daraxtlarning shoxlaridan bunday yig'ilgan dasta qilingan bir narsalar bilan to'silgan joyda chovla deyiladi. Qamishdan qilish mumkin. Tamam. Bulat. Shu chovla. Endi sen so'ra. Aha, benim Shirat. Shirat menda demak, kelasi so'z bu soat sabah g'akira turgan bir asbab deb aytdik. Mana kishilar o'shaganda qo'llanadi. Menda bugun joyli so'zlar bo'lashab boradi. Bu Nima? Qaytarib ayt. o'shaganda qo'llanadigan asbab Ha, deb aytdik. Aha. Asan angladim. Joylanma. hazır. Anladingizmi? Hozir yoz bo'lay. Ha, angladik. Bizda Totar tili o'zbekcha bilan bir yozam o'zimda. hozir. Demak, hazırmisiz? Hazır. Ha, Tutatasiz. Ko'rinami? qoshiq. Qoshiq. Bor bizda da qoshiq. Qoshiq. Choy. Kichkina qoshiq, ulug' qoshiq. Bizda Kichkina choy qoshiq, osh qoshiq. Türkmençede osh qoshig'i. Türkmençede başkaça şu. Andanchik? Çemçe. Yeysa bizda qoloq so'zida bor. Qoloq. Sizda yo'qmi? Biringizda da? Qoloq. Qalaq sözü Yo'q, yok. bu Bilmedim. anglami boshqa buni bizda. O'zbek tilida buni anglami ma'nosi boshqa. Qalaq yani Hindi ma'noda. yerdə qalmış insan manası. Ha, to'g'ri. Bizda da shunaqa. Maqtay abi söylegan kabi shunday bizda ham. Eshitmadim. Güzel. Ne deydi? Geride kalmış qalaq. Bunun manası geride kalmış. Nasıl lan? Qalaq. Necə? Yo. Qaloq. Muasir biliyor musunuz bunu? Muasir diyen söz. Bulat. İleri. Bulat kalırga fiili var mı? Kalırga. Qolirga degan fi'il bor. Kalırga, qalaq. Belki shundan chiqqandir. Ama sizge kaşık kalak şeye benziyor. Orada l ş ses değişimi var. Paronim deb bilaman. Qoloq bilan qoshiq, sh bilan l bir so'zning. Paronim to'g'ri, paronim balki. Kazaklarda da kalak deb bir söz var edi. Eğer Kazak bağlar komentarlarga yazın. Kalak degan bir söz var edi. Yaxshi, davom etamiz. Bizda ikki xil qaloq bo'lsa. Xo'p, Sonra labbay. Ha, meni navbatim keldi. Navbatim. Yozmagandim. U bir hayvon zoti, jonivor. Xo'p, suvda suzadi, lekin baliq emas. Osmonda uchadi, lekin lochindek, burgutdek emas. Yerda yuradi, lekin kiyikdek, qoplondek chopqir emas. Bu qaysi hayvon? Parranda desak ham bo'ladi. Rengi, tüsü. Rangi har turli bo'ladi. Parranda uyda boqiladi, hamki Qushmi? yovvoyi turi ham bor. Ha, parranda, qush. Qush Amma burkut tugul. uyda boqiladi, suzadi, yuradi, uchadi. Aha. Uyda dedingmi? Uyda. Ha, bildim. Evde. Kishining uyindami? Kishi uyinda tutadimi bu qushni? Ha.
Uyning ichidami Ya'niki- tashqaridami deydi. Tashqarida. Tashqari. Bu degan molxonada turaman endi siz Ashley. Katakda turadi. Katak bormi? Katak. Bilmayman. Katak degani qushlarni joyi. Eshik oldi. Qush uyi. Bizning eshik oldida. Qushlar boqiladigan joy. Bir so'roq var. Eti yeyilirmi eti? Kesilip eti yeyilirmi? Halol. Ya, Yarar. Et halol. Ana shaurmaga solarlarmi? Nimaga? Dönerga solarlarmi ana? Shaurmaga. Yo'q. Yo'qmi? Uni misol uchun har turli mahsulot olsa bo'ladi. Birinchisi par olsa bo'ladi. Tuxum, yumurtqa olsa bo'ladi. Eti yeyiladi. Shu 3 xil maqsadda ishlatiladi. aha, Yumurtqa solgach anglashildimi yarar. anlaşıldı. Lekin g'oz emas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa. G'ozni qarindoshi. Hammasini aytib qo'ydim, endi topmasanglar bo'lmaydi. Men topdim. Ben de. Yarar, sho'ldirdi. Topqanmiz. Görsetek mi? Birdan so'rov yozmayman. Men ko'rsatam. Durustda bildiring. Hozir men ham yozay bo'lmasa. Ha, durustmi? Oy. Men ham yozib olay bo'lmasa. Tovuq. Mehdi. Ha. Tovuq. Voy, suvda suzmaydi-ku tovuq. Ördek. Suvda suzmaydi, o'rdak edi, o'rdak. O'rdakning yumurtqasini qullanmaylar endi. Men bilmayman. Bizda qullanmaydi. Yo'q, o'rdakning tuxumini, yumurtqasini yesa bo'ladi. Aa, Nishak? Yumurtqasi narsa? Go'sht, etida tatli. Ördek. Pati bor. Patini par yostiqqa olib ishlatsa bo'ladi. yumurtka degani köpek o. Yumurtka. O tavukta da var bu. Yarar, aslında o'rdak. Yarar. O'rdakni tuxumi yo'qmi? O'rdakda ham yumurtqa bor-ku. Furqatjon. Suda suzadi deding-ku, suda suzadi. Ha. Suda yüze? Tatarchada suda suzmak qanaqa bo'ladi, qanday? Çinmek mi? Suda yüze deymiz. Ha, yüze. Yüze. Bizda o'rdak. O'rdak. Bir xil, aynen. Ördek. Bulat sen neyi anlamadın mesela anlatırken? Men suda yüze deganini eshitmadim. Ha. Ani ansini eshitgan bo'lsam anglagan bo'lar edim. Eshik oldida tura deydi. Uy qo'ringda tura demak, tovuq tutalar bizda ko'proq kishi. Tovuq ko'proq tutalar kishida. Doğru. Tovuqni patini ishlatib bo'lmaydi-ku, patini ishlatiladi deb aytdim-ku. Pati tushunmagandir. Nasıl? Pat. Tükü. Tük mü? Tük. Tük. In English, fur, feather. Ha, bizda jin deymiz biz, ammo qushlarda jin bo'lmaydir endi. Şu kuşlarda Yo'q, u Yo, yün değil. jun boshqa, jun. Feather bizda men bilmayman, bizda featherni biz jin deymiz. Yo'q, biz qushlarda da jinni yo'q deymiz. İkisine de yün diyor. pet, Özbekçe pet. Pet. Patdan kichkinasi par bo'ladi. Parini olishadi. Par yostiq qilinadi. Par yostiq. Yastık. Hem eskiden kalem kıla yazışadı. Qovri, bildi. Qushlarda qovri bor. Ammo qovri ul bilasizmi qovri? Yo'qmi? Lekin o'rdakdagi Feather qovri mi? Qovri, ammo vaqlari biz ani jin deb ataymiz. Tovuqning jinini yo'q deymiz. Feather ultagi qanotning jinlari deb aytayman endi. Qanot narsadan turadi. Qovridan turadi qanot. Bulat. Yo'q. Eski kalamlarda yazılgan feather bilan. Şuna ona ne diyorlar?
Qovri bilan yozganlar. Ilk yozganlar Qovri bilan. Bo'ladi. Iya. Aytdimki, u qush uchadi dedim, lekin tovuq uchmaydi-ku. Men sizga uchadi deb aytgandim. Quloq solmadingiz? Yo'q, quloq solmaganman. O'sha deganini eshitmaganman. Uchadi, suzadi. Tega tez söylaganda sen tez söylemading, ammo bir jumlada bo'lganda butun bir og'irroq qiyin biroz. Bo'lishi mumkin. Kişilerin aksesuar olarak aksesuar kimi üstüne taktığı koluna veya parmağına altından gümüşten hazırlanan, altından gümüşten düzeltilen nerse. Ana barmakka taqib bo'ladimi? Barmakka kiyib bo'ladimi? Kulağa. Barmakka. Kulağa takılır. Turi ko'p-ku buni. Quloqqa da taqib bo'ladimi? Kulağa takılır. Quloqqa taqila. Aha. Barmakka kiyib bo'lmaydi. Kulağa takılır desem onun cevabını vermiş olurum. Cevabı odur. Kulağa takılır. O faqat quloqqa gina taqila turgan. Fakat kulağa. Bormi? Aha. Faqat quloqqa. Yaxshi. Bizda bu so'z U erkaklar uchunmi faqat yoki ayollar ham taqadilarmi? Kadınlar için. Ayollar, xotinlar. Daha çok kadınlar için ama erkeklerde de onu takan insan, erkekler var. bizda da ayirmasi yo'q. Xotinlar, xotin-qizlar, erlar da taqan mana. Aha. Demak, yozdik. Hozirmi? Faqat quloqqa. Tamam, okey. Yozaman hozir. Yozib olay. Bo'ldi, tamam. Bir ikki ish. Gördüm. Sirg'a. Bu bit urus. Sirg'a. Balki uruslar olgandir sizdan. Sirga so'zini. Ammo turkcha so'z bu. Sirg'a. Xalqa degan so'zda bor, xalqa. Bu Otash akada bor edi, qulog'ida, qaysidir qulog'ida bor edi birda. U xalqa, erkaklar uchun xalqa deb aytadilar. Bu erkaklar uchun. Sirg'a ayollar uchun. Lekin hozir insonlar farqiga bormaydi. Xalqa degan so'z esidan chiqib ketgan. Uncha ishlatmayaptilar. Faqat sirg'a deb aytayaptilar. Ayollarga ham, erkaklarga ham sirg'a deb aytayaptilar. Sirg'a bu turkiy so'z demak. Rus tilini, turk tilini, turkiy sirg'a turkcha. Mehdi sen Mehdi görsat. Demak, olqa so'zi tilida olqa so'zi mo'yinsa degandan o'ta. Shul qiziq menga. Mo'yinsa qozoq tilida olqa. Iya. Nasıl? Boyun bağı. Mehdi görsatdin mi? Bizda bo'yinbog' göründü. Sirg'a. Bizda da sirg'a. Türkmencha sirg'a. Bo'yinbog' degani bu galstuk bo'yinbog' o'zbekchasi. Sirg'a. Oruschadagi sergi Türk dilinden geçen. Türk tilinden kirgan. Halqa Arapça. Arapça. Yaxshi. Ey, Arap tilinden bor. Türkmenchada sirg'a hem quloq halqa. Chunki quloq halqa. Quloq halqa. Kelasi so'zim. Xalqada bizda kalsoni ham xalqa deb aytadilar. Bijra. Düzdü.